Assalamu alaikum, hurmatli No'qat Quvajimotor kanalının qatorchilar. Bugungi kunga 19-dekabr 2022-yilda obeddan keyingi kurslar bilan sizlarni tanishtiramiz. Bizdan olsangiz like bosib, kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli tuganlar. Rubl hozir tushib ketdi, tuganlar. Qapa aytmangizlar. To'sa ko'tarib qolishi mumkin. Hozir tushgan yerda sizlarga tartib beramiz. Hurmatli tuganlar, rubl tushib ketdi, qarangizlar. Dollar 85 so'm, euro 91 so'm 50 tiyin. Rubl bo'lsa 1 so'm 28 tiyin ekan, hurmatli tuganlar. So'ar qimmat edi, hozir 20 tiyin tushib ketdi. Hurmatli tuganlar, meni kanalımda ko'rsatib qo'yiladi. Meni kanalda 85 so'm dollar, rubl bo'lsa 1 so'm 28 tiyin, qozoq tengasi 12 tiyin, O'zbek so'm bo'lsa 75 tiyin ekan, hurmatli tuganlar. Hurmatli tuganlar, meni kanalga qaranglar, bu meni kanalda 85 so'm dollar, rubl bo'lsa 1 so'm 26 tiyin ekan, qozoq tengasi 12 tiyin, O'zbek so'mi 75 tiyin ekan, hurmatli tuganlar. Hurmatli tuganlar, bora rubl tushib o'tadi, qarasangizlar. Ekoslamoqda 1 so'm 27 tiyin bo'lib qolibdi. Dollar 84 so'm 70 tiyin, euro 90 so'm 50 tiyin, rubl bo'lsa 1 so'm 27 tiyin bo'lib qolibdi, hurmatli tuganlar. Rubl bora tushib o'tadi. Hurmatli tuganlar, biz hozir Finka banka keldik. Finka 85 so'm dollar, 91 so'm euro, 1 so'm 27 tiyin rubl ekan, hurmatli tuganlar. Bu yerda rubl tushib ketdi, tuganlar. Hurmatli tuganlar, biz hozir Boqay banka keldik. Boqay bankda 85 so'm dollar, 92 so'm euro, 1 so'm 28 tiyin rubl ekan, hurmatli tuganlar. Bu yerda sal rubl qimmatroq ekan, shu yerga kelsangizlar bo'ladi. Hurmatli tuganlar, shuni bilan No'qat Quvajimotor kanali sizlar bilan qo'shishib, doimo omon bo'linglar, tinch bo'linglar. Bugungi tushdan keyin kurs shunday bo'ldi. Erta bilan 1.31 da hozir tushib ketdi, hurmatli tuganlar. Yemek qilasiz, hayla yo'q. Ko'tarilib qolsin deymiz. Boringizlar No'qat Quvajimotor kanalida men sizlarga xizmat qilamiz. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh demoqchimiz. Ertaga ko'rishishga tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Sog' salomat bo'linglar.